Ekan nimaga buni gilosda bir Lidl usulda tayyorlagansiz? Men o'tgan savol bermoqchi edim, berolmadim. Mana ko'pchilik menga ham keyin o'z savolni berishdi. Bu bir Lidl usulda afzallik tomoni nimaga? Endi bir litrli usulda biz tanlaganimizdan maqsad birinchidan 1 yil erta mevaga kiradi. Hamma shashilib yotibdi-yu, nima bo'lsa tezroq bo'lsin, tezroq bo'lsin deb. Ertaroq mevaga kirib, menga yoqqani ko'p mamlakatlarda 1 litrlikda katta bog'lar imенно 1 litrli. Ozarbayjonda men ko'rdim, hamma bog'lar mana shu 1 litrli kirbobka qilib yonshoqdan meva olinyapti, keyin sifatli meva chiqargan. O'shada mana shunaqa 1 litrlikda O'zbekistonga ham ko'p bog'larga tavsiya qilib qolamiz. Do'stlar, keyin 1 litr gektarga nechta tonnagacha olsa bo'ladi gektariga? bizi maytda imенно bizi Qirg'izistonda sharoitida 44 tonnagacha olingan. Bir gektardan 1 litrli suvda do'stlar 44 tonnagacha. Intensivniy bog'. Intensivniy Klassika bog'. Nechiga necha ekilgan bu bog'? Bu bog'imiz bizniki 380 ga 180, no 44 tonna olingan, 1,5 ga 4 ekilgan. 1,5 ga 4. Do'stlar, obunachilar, kuzatib boruvchilar, mana shunaqa 1 litrli usulda ham mana agarda tushunmasalar, kim mana shunaqa bog' qilmoqchi bo'lsa, Hoji akamga murojaat qilaverasizlar. Mana sinovdan o'tkazdi. 6 yillikmi? Bu yil 6-yil. 6-yilda. Qaranglar, pastlarda to'la meva. Bu mana Yevropa standartiga javob beradigan bog' shu bo'ladi. Hozir bizda ham O'zbekistonda ham intensivniy yaqin ekilsin deb mana shunaqa bog'larni ko'paytiramiz. Xudo xolasa agarda bizdan ham dehqonlar chiqsa, sizga murojaat qilishadi. Tajribangizni o'rgatib, dehqonlarga xudo xolasa qo'ldan kelgancha yordam qilasiz. Qo'ldan kelgancha yordam qilamiz. Sizlarda ham zo'r agronomlar bor, xudo xolasa. Bizda ham ko'p. Bizda abreskamiz boshqacha, KGBdan endi voz kechilinyapti. Ispan butasida mana chiroyli anaqaga o'tilinyapti abreskada. Bizda Mansur Yo'ldashev chiqqan hozir. Abreskachi haqiqatda o'sha bola zo'r. O'zbekistonda hozir juda ko'pchilikni yordam qilyapti. Abreska bo'yicha ancha-muncha dehqonlarimizni tez daromadga kirishiga yordam qilyapti. Mana sizni ham adresingiz menga juda yoqdi. Faqat to'g'risini aytish kerak, borini. Qaranglar, meva tagida bo'layotgan yonshoqlarda tepaga chiqib uzilmaydi. 6-yilda qolgan giloslar tepaga chiqib ketadi. Mana zo'r. Bitta narvon bilan bemalol chiqadi. 4 yil, 5 yilda mana shoxlar almashib turadi. Mana stolcha usulda mana qaranglar, mana har bitta shoxlarda ana 4 yil, 5 yilda almashtiriladi. Pastda mazza qilib, unaqa qilib o'tirib gilos uzganga nima yeysiz mana. Abreskizga zo'r. Masalan, men shuncha bog' ko'rgan bo'lsam, bunaqa 1 litrli faqat Ozarbayjonda ko'rdim. Ko'p joylarda ko'rganim yo'q. Kim mana shunaqa bog' qilmoqchi bo'lsa, Hoji akamga murojaat qilaverasizlar. 1 litrli usulda katta gektarlarga ham bemalol tavsiya qilib, beraverasizlar. Bizda ham katta gektarlarga qildik, zo'r. Effekt berdi. Effekt zo'r. Mana sinovdan o'tdi. Sizlarga tayyor mana sinovdan o'tgan narsalar kelinglar, ko'ringlar, o'rganinglar, tajribasini olinglar. Bo'ldi. Bu pul talab qilmaydi yo boshqasi talab qilmaydi. Mana bepul o'rgatib, masalan, ancha-muncha odamni boshqa yo'lda, boshqa 1 litrli usulda, boshqacha o'zimiz eski usulda qilinayotgan gilos bog'larga undan voz kechib, mana shunaqa 1 litrli chiroyli bog' qilish kerak. Intensivniy. Faqat intensivniy. Klassika уже bo'ldi, uxladi. Intensivniy bog'larda qilaylik, yaxshi daromadlar topaylik o'zi. Yangilikka intilish kerak. Hamisha yangilikka. Mana navni zo'rini olib kelib ekkan ekansan, italyanskiy nav, abreskiy zo'r, ikki sxemasi zo'r. Endi Abdumalik bu o'zi biznesda hamma 4 tanga topamanmi deydi. O'shaning uchun nav tanlash o'zi bu 99% bu o'zi yutuq degan gapda nav. Eng katta ish qolganini eplasa bo'ladi. Eng katta ish nav tanlashda. Zo'r, italyanskiy gilosga gap yo'q. Biz ishni Qirg'izistondan boshlaganmiz, xudo xolasa kuzatib boringlar. Ozarbayjonda ham, Turkiyada ham yangi videolar chiqaramiz. Yangiliklarni olib keling, sizdan o'rganamiz. Sog' bo'ling, Hoji aka, tinch bo'linglar. Alloh razı olsun.